Agar sizni ham og'iz bo'shig'ingizda bironta ham chez qolmagan bo'lsa, unda siz 25 ta 30 talab implant qo'ydirishingiz umuman shart emas. Ushbu bemorimizni ham xuddi sizdek muammo bilan bizga murojaat qilganlarida, biz ularga yangi zamonaviy All-in-Six metodi orqali mana bu holatdan mana bu holatga olib kelganmiz. Endi hozir ushbu jarayon qanaqa ketma-ketida bo'lganini siz bilan birga ko'rib chiqamiz. Ushbu bemorimiz bizga murojaat qilib kelganlarida ushbu holat bo'ldi va ushbu holat orqali ular uzoq yillar davomida syomniy protez, ya'ni olib qo'yiladigan protez taqib yurganlar va bu borib chaynovdagi muammolarga, nutqdagi muammolarga, keyinchalik oshqozonda muammolar paydo bo'lishiga olib kelgan. Ushbu shikoyatlarni eshitgandan keyin biz ushbu bemorimizga All-in-Six, ya'ni yangi metod orqali implantlarni o'rnatib berganmiz. Ya'ni All-in-Six metodi bu shunday metodki, har bitta jag'ga 6 tadan implant qo'yiladi va 14 ta tish har bir jag'ga ana shu 6 ta implantga o'rnatiladi. Va ushbu jarayonni ko'rib turibsiz. Mana bu holat implant qo'yilgan jarayon. Implant o'rnatilgandan keyin biz ushbu hojonamizga yuqori pastki jag'lariga dioksid sirkon asosli eng zamonaviy koronkalarni o'rnatib berganmiz. Lekin eng muhim jihatlardan bittasi shuki, biz hojonamiz bilan birga maslahatlashgan holatda, ya'ni tishlarning shakli, rangi, dizayni qanaqa bo'lishini muhokama qilib va o'zlarini so'ragan shakl va ranglar orqali tishlarini tayyorlab berganmiz. Mana hozir sizlar bilan ushbu hojonamizda nima ishlar qilinganligi ketma-ketligini siz bilan birga ko'rib chiqdik. Endi ushbu qilib bergan ishlarimiz ushbu hojonada qanday ko'rinishda ekanligini ko'rmoqchimisiz? Unda 1, 2, 3. Marhamat. Ko'rganingizdek, ushbu hojonamizni tishlari o'zlari tanlagan shakl va rang bo'lganlar o'zlariga ham juda mos tushgan, ranglariga, o'zlarining holatlariga, yuzlarining shakllariga juda ham zo'r chiroyli tushgan. Bizlar uchun ham, bemorimiz uchun ham juda ham quvonarli holat bo'ldi va eng muhimi og'iz bo'shlig'iga qanaqa integratsiya qilganimiz, ya'ni og'iz bo'shlig'ida hamma holatlar hisobga olgan holatda ularni ham funksional chaynashlarini tiklab berganmiz, ham nutqlari va eng muhimi estetik jihatdan juda ham chiroyli bo'lgan holatga olib keldik. Agar sizda ham xuddi shunday muammolar bo'ladigan bo'lsa va siz eng muhimi og'riqsiz va zamonaviy All-in-Six usulida tishlaringizni tiklamoqchi bo'lsangiz, unda Reston klinikasiga tashrif buyuring, biz sizga professional yechim beramiz.